Kelesi sentridan surish narxida 4 sotix yerim sotiladi. Har bir sotuvi 20 ming dollardan. Xo'p, lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Toshkent tumani hokimiyatda kirganda Katej ko'cha bor. Katej ko'chada joylashgan. Mana shu 4 sotixli yerimiz sotilyapti. Umumiy yer maydoni hozir 8 sotix bo'lib turibdi. Mana 8 sotixdan 4 sotix beriladi. Qaranglar. Bu yoq tarafda mashina daroza qo'yiladi. Daroza qo'yib, bunaqasiga devor tortilgandan keyin, xo'p, bu yoq tarafdan ham mana devor tortiladi. O'shani bu yoq tarafi sotiladi. Etek tarafda umumiy xonalar soni 3 ta xonadan iborat. Yuvinish xonalari, sanuzellar beriladi. Katta xonalar 8 ga 5, 3 ga 5 ta xonalar tayyor bo'lyapti. Olgan odam bemalol xohlasanglar, mana bu yerda yashab tursanglar, ustida yashab tursa, bu yoqqa chiroyli imorat tushirsanglar bo'ladi. Aytib o'tgan umumiy yer maydoni 4 sotix sotilyapti. Har bir sotuv 20 ming dollardan. Suv, gaz, svet, kanalizatsiya hech qanaqa muammo yo'q. Ko'chalarni ko'rib tursa, katta tekis asfalt qilingan, magazin, bog'cha, hamma sharoiti bor. Akalar, akamlarga pul zarrallagan srochnik uchun bu yerda o'z sotuvi 25 mingdan so'rab o'tirganlar bor. Lekin biz 20 ming dollardan har bir sotuviga qo'yib qo'ydik. Aytib o'tgan mashina shunda daroza tortiladi. Bunaqasiga devor tortilsa, bu yoq tarafda, etek tarafda mana 4 sotix yer beriladi. Bitta, ikkita, 3 ta xonasi bor, oxirida yuvinish xonasi bor. Ko'rdinglar, yerimizda tekis holatda, bitta joylari yo'q. Shunda uzun yo'lak bo'ladi. Okalar, qiziqqali egalarni meni pastga yozib qo'yamiz. Degan aloqaga chiqib ko'rasizlar. Aytib o'tgan har bir sotuv 20 ming dollardan olinglar, bu yoqqa o'zingizlar xohlagan imorat quringlar yoki ikkitadan katta tushirib yuborsanglar ham bo'ladi. Qiziqqali egalarni meni yozib qoldiramiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar.